Assalomu alaykum barchaga. Qadrli ustozlar va kuchli matematiklar. Demak, bugun sizlar bilan 31-chi original savollar tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, xo'p, birinchi savoldan boshlaydigan bo'lsak, demak, birinchi savol. Xo'p, bu yerda mana bu yerda A va B ni kesishmasi, demak, qaraymiz. Bu yerda A bilan B ni kesishmasi mana bu yer. Ya'ni bu yerda nimalar bor? 3 bor, 5 bor, 7 bor. Demak, buni elementlari A bilan B ni kesishmasi 3, 5, 7 bo'lyapti. Endi A bilan B ni birlashmasini shtrix qo'yilgan-ku. Mana shuni tashqi qismi degani. Ya'ni A bilan B ni birlashmasiga kirmaganlar bu yerda 10, 11, 9, 4. Ular demak 10, 11, 9, 4lar kiradi unga. Endi mana shu ikkovini birlashtirib elementlari soni nechta deyapti. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsanglar, bunda 3 ta bor, bunda esa 4 ta bor. Demak, 3 taga 4 tani qo'shadigan bo'lsam, bizda nechta javob chiqadi? 7 ta degan javob chiqadi. Ikkinchi savolga o'tamiz. A to'plamining elementlari soni 7 ta, 9 ta. Demak, n A to'plamining elementlari soni 9 ta. N B to'plamining elementlari soni esa 7 ta. Universal elementlari soni 16 ta. Demak, n universal to'plamlar soni 16 ta. Xo'p, mana bu A bilan B ni birlashmasiga kirmaydigan to'plamlar eng ko'pi bilan nechta bo'ladi deyapti-da. Qaranglar. Mana shuni chizib olaman. Bu qaranglar. Mana bunaqangi qiladigan bo'lsam, bu yerda bittasi A, bittasi B to'plam deb qaraydigan bo'lsam, bu vaziyatda mana shuniki 9 ta, buniki esa 7 ta element deb qarab tursam, tashqisiga umuman qolmaydi. Sababi n universal to'plam degani bu umumiy mana shu 4 burchakning ichidagi elementlar sonida o'zi. O'zi bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, A bilan B ni birlashmasidan tashqarisida umuman boshqa element yo'q. Endi qaranglar, bularni birlashtirish uchun qanaqa qilib qo'yaman chizmani? Dastlab A chizmani chizaman. Uni ichki qismiga esa B ni chizaman. Shunda qaranglar, bu B to'plam bo'ladigan bo'lsa, A to'plam nechta elementi bor? 9 ta. B ni esa 7 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta bo'lsin. A to'plamga esa 2 ta qo'yaman. Shunda A to'plam o'zi mana bu bilan birgalikda 7 ta, to'g'rimi? Demak, 9 ta. Mana bu B esa 7 ta bo'lyapti. Endi qaranglar. Mana shu 4 burchakning ichida 16 ta bo'lishi kerak. Sababi n universal to'plam 16 ta. Ya'ni tashqi qismga qancha qoladi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta qoladi. Bu tarafda demak 9 ta, bu tarafda esa 7 ta. Bizdan n A bilan B ni birlashmasiga kirmaydiganlari nechta? Kirmaydiganlari mana bu yerda nechta bo'lyapti? 7 ta bo'lyapti. Uchinchi savolga o'tamiz. Uchinchi savolda A to'plami elementlarini yozib chiqaman. Qaranglar. -3, -2, -1, 0, 1, 2. Xo'p, B to'plami elementlari. B to'plamda x natural son degan ekan, shunga ham e'tibor qilishimiz kerak. Demak, u yerda faqat 1 bilan 2 kiradi. S to'plamda esa -3, -2, -1, 0 kiradi. Mana shular. Endi bizdan so'ralgan A bilan B ni kesishmasi, demak, A bilan B ni kesishmasi bizda 1 bor, keyin mana bu joyda 2 bor. Demak, 1 bilan 2 ekan. Keyin shuni S bilan birlashtirish so'ralgan. S ning elementlari esa -3, -2, -1 hamda 0. Demak, javob, ularning elementlari soni bunda 2 ta, bunda esa 4 ta. Demak, jami nechta bo'ladi? 6 ta bo'ladi. Ya'ni javobimiz S varianti. To'rtinchi savolga o'tamiz endi. To'rtinchi savolda A bilan B ni kesishmasini bo'sh bo'lmagan qism to'plamlari soni nechta deyapti. Bo'sh bo'lmagan qism to'plamlari soni 2 darajada n -1 qilib topiladi. Ya'ni mana buni formulasida. Hozir bu joyda A bilan B ni kesishmasi nechta bo'ladi? Elementlari. Bu yerda A bor, bu yerda ham A, mana bu yerda B bor, mana bu yerda ham B. Keyin S bor, bu yerda ham S. Keyin mana bu joyda m bor, bu yerda ham m bor. Demak, jami nechta ekan elementlari kesishmasini? 4 ta ekan, to'g'rimi?
Demak, bizada n o'rnida necha kelyapti? 4 kelyapti-da. Demak, 2 ni 4-inchisi minus 1 qilib topiladi. Ya'ni javob 15 chiqadi. 15 degan javob esa C varianti. 5-savolga o'tamiz. Xo'p, bu yerda qism to'plamlari so'ralyapti. Ya'ni qism to'plamlari soni 2 ni n-inchisi ko'rinishda topiladi. Xo'p, bu yerda a bilan b ni kesishmasi nima chiqadi? Bu yerda hozir a bilan b da 3 bor, keyin 7 bor. Bo'ldimi? 4 6 yo'q. Demak, a bilan b ni kesishmasi bizada 3 bilan 7 ekan. Shuni s bilan nima qilishim kerak? Birlashtirishim kerak. S ni elementlari 2, 4, 3, 7, 6, 11. O'zi s ni elementlari javob bo'lib qolar ekan bu yerda. Ya'ni nechta elementi bor hozir buni? N s ni jami 6 ta. Demak, bizda javob nima bo'ladi? 2 ni 6-inchisi minus 1 qilib topiladimi? 2 ni 6-inchisi qilib topiladi. Sabab bizada qism to'plamlari soni 2 ni n-inchisi ko'rinishida topiladi. Ya'ni 64 degani bu. 64 degan javob esa bizada A variantda. Keyingi 6-savolga o'tamiz mana bu joyda. Xo'p, 6-savolda A bilan B ni kesishmasini bo'sh bo'lmagan qism to'plamlari soni. 6-savolda endi bo'sh bo'lmagan kesishtiradigan bo'lsam bu yerda ikkalasida ham A bor, keyin B bor, keyin C bor. B, C yo'q ekan. D bor, keyin yana N bor. N. Demak, elementlari soni nechta bo'lyapti? A bilan B ni kesishmasini 4 ta. Demak, javob bo'sh bo'lmagan qism to'plamlari soni desa 2 ni n-inchisi minus 1. Ya'ni 2 ni 4-inchisi minus 1 qilib topiladi. Ya'ni 15 ta chiqadi. 7-savolga o'tamiz. 7-savolda endi. Xo'p. A bilan C ni kesishmasini va unga kirmaydiganlari so'ralyapti bu yerda. Xo'p, A bilan C. Keyin B bilan D ni birlashmasini A bilan C ni shtrixiga kesishmasi so'ralyapti. Xo'p, bu yerda A to'plamga qaysi sonlar kiradi? Yozib olaylik chiqani. A to'plamga minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 hamda 4 kiradi. Xo'p, B to'plamga endi minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 kiradi. C to'plamga minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kiradi. To'g'rimi? Endi bizada A bilan C ni birlashmasi, A bilan C ni birlashmasini shtrix so'ralyapti-ya. O'zi A bilan C ni birlashmasi nima chiqadi bizada? To minus 4 dan 5 gacha. Minus 4 dan to 5 gacha bo'lgan hammasi kirar ekan. Minus 4 dan 5 gacha. Keyin minus 4 dan 5 gacha kiradigan bo'lsa, unga kirmaydiganlari, ya'ni shtrixi nima bo'ladi? A bilan C ni shtrixi bo'lsa, demak minus 8 dan minus 4 gacha, demak bu birlashadi. Yana 6 dan to plus 8 gacha. Mana shtrixi. Endi B bilan D ni birlashmasi. D ham bormidi bu yerda? D ham bor ekan u. D elementlari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gacha bo'ladi. B bilan D ni kesishmasi demak. Bizda to minus 5 dan 6 gacha bo'ladimi? Minus 5 dan to 6 gacha. Endi qaranglar. Shuni mana bu bilan buni ikkalasini kesishtirishim kerak men endi. Bularni kesishtirganimda javob minus 5 bilan
6 gacha bo'lib qoladimi? Ikkalasida bir xillari nima bo'lyapti hozir? -4 mana bunda bor-u, lekin kirmayapti bu yerda. -5 bo'ladi. Keyin bu tarafda 6 kirib qolyapti. 6. Ya'ni elementlari soni nechta bo'ladi? N teng oladigan bo'lsam, n teng 2 ta. Endi u qism to'plamlari nechta bo'ladi? 2 ni yangichisi ko'rinishda topiladi. Ya'ni 2 ni ikkinchisi. Ya'ni javob 4 chiqar ekan. 4 degan javob esa bizada D variantda. 8-savol. Bo'sh to'plamlar sonini aniqlang. Xo'p, bu yerda mana bunga e'tibor qilishim kerak. Mana bu tenglamaga. Keyin bu tenglamaga e'tibor qilishim kerak. Keyin mana bu tenglamaga e'tibor qilishim kerak. Keyin bu tenglamaga e'tibor qilishim kerak. Keyin mana bu yerdagi shartlariga ham e'tibor qilishim kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda x kvadrat minus ildizda 10 qo'shilgan pi teng 0 ishlaydigan bo'lsam, x ni kvadrati demak teng bo'lib qoladi bu yerda pi minus ildizda 10 ga. Demak, bu bizada hozircha to'g'ri yechim bo'la oladi. Ya'ni ildizda 10 minus pi. Bundan musbat son chiqadi sababi. Demak, bu to'g'ri. Ikkinchiga qarayman endi. Modulda x teng minusda 3. Yo'q, bo'lmas ekan. X kvadrat qo'shilgan 1 teng 0. X teng x kvadrat teng minus 1. Bundan bo'sh to'plam chiqadi. Uchinchi holat. Modulda x ni minus 3 ga tenglayman. Bu ham bo'sh to'plam. To'rtinchi holat. X kvadrat qo'shilgan 3x qo'shilgan 2 teng 0. X1 chiqadi, minus 2, x2 chiqadi, minus 1. Lekin bizada mana bu yerda x nima deyapti? Irratsional son deyapti. Demak, irratsional son olmas-ku mana bular. Demak, irratsional son bo'lmagan uchun bular ham kirmaydi. Mana bu ham bo'sh to'plam, bu ham bo'sh to'plam, bu ham bo'sh to'plam. Demak, 3 ta ekanda shunda javobimiz. Bo'sh to'plamlar soni 3 ta. 9-savolga o'tamiz. A bilan B to'plamlar berilgan. Demak, A bilan B ning shtrixi nima bo'ladi? A bilan B ga kirmaganlar 9, 10, 7, 8. Mana shular bilan A ni birlashtirishim kerak. 1, 2, 3 bo'ladi. Mana shularni element qism to'plamlari soni deyapti. N teng bu yerda hozir 7 ta element bor. Demak, 2 ni n-inchisi deb topiladi. Ya'ni 2 ni 7-inchisi. Bu yerdan 128 degan javob chiqadi. 10-savolga o'tamiz endi. 10-savolda A bilan B ni shtrixi. U nima degani endi? A bilan B ga kirmagan sonlar. Ko'pchilik mana bu 13 bilan 12 deb turibdi, lekin mana bu yerda C ham kirmayapti ularga, to'g'rimi? Endi bu bilan A ni birlashtirishim kerak, ya'ni 1, 7, 4 ni. Demak, mana shu joyda jami nechta element bor? 4, 5, 6, 7 ta. Qism to'plamlari soni. Demak, qism to'plamlari sonini 2 ni n-inchisi, ya'ni 2 ni 7-inchisi ko'rinishda topamiz. 128 chiqadi. A variant. 11-savol. Bu yerda mana bu A to'plam 24 natural bo'luvchilar soni, demak n 24 natural bo'luvchilari soni bizada 8 chiqadi. N B 16 ni natural bo'luvchilari soni 5 ta. N C 20 ni natural bo'luvchilari 6 ta. Bizada mana bu yerda buni qo'shadigan bo'lsam 8 qo'shamiz 5 ayiramiz 6 bo'lyapti. Demak 7 chiqar ekan. 7 degan javob esa bizada B variantda. Keyingi 12-savolga o'tamiz. Mana shu to'plamlar berilgan. D va Y to'plamlar birlashmasiga o'xshash to'plamni toping deyapti. D bilan Y to'plamlar birlashmasiga o'xshash to'plam. Xo'p, bu yerda D bilan Y ni birlashtiradigan bo'lsam, qaranglar nima chiqadi bu yerda? D bilan Y. Ya'ni bu yerda mana bu to'plam, keyin mana bu to'plam so'ralyapti. 3 va 4 ni 6 va 7 bilan birlashtiradigan bo'lsam, 3 dan 4 gacha degan javob chiqadi. Birinchi yechim 3 dan 4 gacha. Keyin esa 6 dan 7 gacha degan javob chiqadi. Endi qaysi javob mana shunga o'xshaydi deyapti. A bilan B ni birlashtiradigan bo'lsam, keyin D bilan kechishtirsam, mana A to'plam, keyin mana bu B. Ya'ni 2 va 4 ni 6 va 8 bilan tushashtiradigan bo'lsam, 2 dan 4 gacha, 6 dan 8 gacha degan javob chiqadi. Demak, A javob emas. A javob emas. B ni tekshiramiz. A bilan D ni tutashtirsam. Xo'p. U paytda nech chiqadi?
2dan 4gacha, 3dan 4gacha. Demak, buni 3dan 4gacha degan javob chiqadi. Xo'p. Keyin S bilan tushuntirsam 3dan 7gacha bo'lib qoladi. Bu vaziyatda bo'lmaydi demak. Bu javob emas. S variantini qarayman. A bilan Bni solishtiradigan bo'lsam, nima degan javob chiqadi hozir bu yerda? Mana. A to'plam bilan B to'plam 2dan 4gacha, keyin B to'plam 6dan 8gachami? Xo'p, A bilan B 2dan 4gacha, 6dan 8gacha. Xo'p, endi bu yerda shuni S bilan kechtirishim kerak. 3dan 7gacha. 3dan 7gacha. Uchalasini kesishgan qismlar bu yerda 3dan 4gacha bo'lib qoladi. Mana bu yerga 2 marta kesib qoladi. Keyin esa 6dan 7gacha bo'lib qoladimi? 4 mana bu joyda. 4 mana bu yerda 6. Ya'ni mana bunaqa ingichka chizma keladi-da hozir. Mana shu javob bo'lar ekan o'zi. 2, 3, 4, 6, 7, 8 ni chizsam. Xo'p, buni chizib olsam, keyin mana buni chizib olsam, keyin esa mana buni chizib olsam. Bu yerda hammasi kesishgan javoblar nima edi? Qayerda bo'lyapti? Mana bu joyda, keyin mana bu joyda. Ya'ni 3dan 4gacha bo'ladi. Keyin esa 6dan 7gacha bo'lib qoladi-da mana shu qismda. Shuning uchun mana shu javob, ya'ni C variant bizning javobimiz bo'ladi. Keyingi 13-savolga o'tamiz. 13-savolda NA xuddi boyagi savol emasmi bu? 11-savol. Mana buni elementlari soni 8 ta, mana buniki esa 5 ta, buniki esa yana 6 ta. 7 ta chiqadi. 7 ta degan javob bizda C variantda. 14-savol. A bilan B ni birlashtirsam, A bilan B ni birlashtiradigan bo'lsam, mana bu qism to'g'rimi? Endi S bilan kesishtiradigan bo'lsam, bu yerda A bilan B ni birlashmasa, mana bu yerlar. Keyin shuni S bilan kesishtiradigan bo'lsam, mana bu yerlar bo'lib qoladi javoblar. Endi bu yerda C bor, Y bor, H bor, keyin G bor, K bor, L bor. Nechta element? N teng 6 ta. Endi bizdan qism to'plamlari soni, demak 2 ni 6-chi so'ralyapti-da. 64 chiqadi. 64 degan javob esa bizda B variantda. Keyingi savolga o'tamiz. Oxirgi savol. Quyidagi to'plamlardan biri D bilan Y ni to'plamga teng kuchli to'plam bo'ladi. D bilan Y ga teng kuchli to'plam bo'ladi. D bilan Y ga. D birlashma Y. D birlashma Y nima chiqadi o'zi bu joyda? D bilan Y ni birlashtirsam. Mana D 3dan 4gacha, Y esa 6dan 7gacha. Demak, 3dan 4gacha, 6dan 7gacha. Bu yerda B javobni A bilan B ni birlashtirib, keyin S bilan kesishtiradigan bo'lsam, bu ham shunaqa javob chiqdi-ku. Bu takrorlangan savol-ku bu. B variant bo'lar ekan. Demak, shuning bilan bizning 31-original savollarimiz tahlili mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Demak, hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.